Assalomu alaykum fermer dehqonakalar. Xo'sh, 850 metrdan kelyapti tok. 226 yaxshi. 16lik kabelda kelyapti mana. 7,5 kilovat 200 diametrda og'izda. Mana shuga o'rnatganmiz tikka qilib. Mana 10 metr turba tortganmiz. Hop. 10 metr turba mana bog'i 250 ta ketyapti. 250. Mana. Suvni qarang, suvni o'ta ajoyib tacha beryapti. 1,5 metrga o'tib beradi ko'ryapti. Biz ariq to'ldirdik bizda. Ikki tomon ketyapti. Qoyil. Ketgan qilotmoqda. Biz o tepaga ko'tarib qo'ymaymiz, yerga yotqizib olib chiqaramiz. Turbani iloji boricha kaltaytiramiz, amperni pasaytiramiz. Tokni kamroq yozadigan qilamiz.